qimmatroq narsa sotmoqchimisiz, butunlay o'zgarish soting. Umuman bizneslardagi eng katta muammo pul emas, xodimlar emas, jamoa ham emas, kadrlar ham emas. Agar biznesdagi muammo pul bo'lsa, kredit olgan biznes yaxshi bo'lib ketgan bo'lardi. Mijoz bo'lganda reklama bergani rivojlanib ketgan bo'lardi. Kadr yoki jamoa muammo deb hisoblayotgan bo'lsangiz, jamoasi katta, kadrlari ko'p bo'lgan bizneslar rivojlanib ketgan bo'lardi. Asl muammo aslida ular orasidagi uyg'unlikni ko'rmaslik. Uyg'unlik nimada keladi? Pul bilan qiymatni bog'lanishida, missiya bilan jamoani bog'lanishida, mijoz bilan sizning mahsulotingiz olgan holati bilan undan keyingi o'zgargan holatini bog'lanishida vujudga keladi. Ya'ni mahsulotingizni sotib olgan mijoz o'zgarishi kerak. U tovarga emas, o'zidagi o'zgarish uchun pul to'laydi. Emotsiya sotadi deganda. Nafaqat emotsional o'zgarish, emotsiya so'zi vaqtinchalik eshitiladi-da. Vaqtinchalik bo'lgan o'zgarishi narxi juda past. Qimmatroq narsa sotmoqchimisiz, butunlay o'zgarish soting.